O'rtoqlar, Kia Kabish avtomobilining ushbu versiyasi shunaqangi shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Kelish bilan o'z egalarini birdan topib ketdi. Hozir avtomobilni o'z egasiga topshirishdan oldin mini obzor qilib beramiz. Xabaringlar bor, Kia FIFA 2026 uchun o'zini cheklangan miqdordagi FIFA Kia Kabish avtomobillarini ishlab chiqardi. Ushbu avtomobil, ya'ni Kia Kabish avtomobilining komfort pozitsiyasi, ya'ni ikkinchi pozitsiyasiga 18 razmerdagi chiroyli disklar, 17 bo'lardi avval, 360 gradusli kamera, keyin tablolarni ko'rishingiz mumkin. O'sha full pozitsiyalarimizdan tablosida bo'lib chiqdi. Va avtomobilimizda avtotormojeniya, samostoятельный to'xtash tizimlari qo'shildi. Tashqi jihatdan bitta baho beringlar. Hozir avtomobilni o'z egalariga topshiramiz. Birinchilardan bo'lib ushbu avtomobil sohibiga aylandingiz. Kia qarshi jamoasiga katta rahmatlar aytamiz. Mana keldik, bir kunga qolmasdan mana ishimiz hal bo'ldi. Kia qarshini tanlanglar, hammasi zo'r. Rahmat. Hurmatli mijozlarimiz, shoshilib qolinglar. Ushbu avtomobillarimiz soni cheklangan. Barchangizni Kia qarshi avtosalonda kutib qolamiz.